agar Ramazonni to'g'ri o'tkazadigan bo'lsak, bu miyamiz uchun juda ham zo'r detoks bo'lishi mumkin. Hammasini tushuntirib beraman. Ungacha siz sahifamga obuna bo'ling. Kundalik hayotda miya doimiy yuklama ostida bo'ladi. Tartibsiz ovqatlanish, ekranlar, yangiliklar, stress, shoshilish. Demak, Ramazon oyida esa miyani tiklash uchun imkon tug'iladi. Ovqat, shovqin va tashqi stimullar kamaygan paytda parasimpatik asab tizimi faollashadi. U tinchlanish va tiklanish uchun javobgar. Stress gormoni bo'lgan kortizol darajasi esa pasayadi. Ro'za tutganimiz sababli doimiy tamaddi kamayadi. Bu esa glyukoza darajasi barqarorlashishiga sabab bo'ladi. Saharlik va iftorlik orasidagi tanaffuslar esa neyron sezgirligini yaxshilaydi. Ruhiy amallarimiz tufayli tashvish kamayadi. Va albatta bu oy ongli sekin yashashga o'tamiz. Bu esa demak peshona sohamizdagi miya pardasini, miya qobig'ini dam olishiga imkoniyat yaratib beradi. Lekin Ramazonda uyqusizlik, kechasi ko'p ovqatlanish va ekranlarga ortiqcha vaqt ajratsa, ta'siri aksincha bo'ladi. Shuning uchun kechki payt tinchlikni ta'minlang, yengil va me'yorida iftorlik qiling va kun davomida qisqa dam olishlarni qo'shing. Ramazon miya uchun berilgan sinov emas, aksincha asab tizimini tiklashi uchun berilgan imkoniyatdir.